Yoshligimda yurak kasalligi bo'lishi mumkinmi? Albatta, yurak kasalligi hattoki chaqaloqlarda ham bo'ladi. Chaqaloqlarda ko'pincha yurak tug'ma nuqsonlari bo'ladi. O'rta yoshli odamlarda ko'pincha aritmiya belgilari bo'ladi, ya'ni kasallik uchraydi. Yurak urishi tez-tez sezilsa, bu xavfli belgimi? Agar yurak tez urishi qo'rquv vaqtida, hayajon vaqtida yoki sport bilan shug'ullanganda seziladigan bo'lsa, bu norma. Agar tinch holatda va sababsiz yurak urishi sezilsa, bu xavfli belgi bo'lishi mumkin. Qon bosimi qaysi ko'rsatkichdan boshlab xavfli hisoblanadi? Qon bosimi 90 ga 60 bu pastki chegarasi, yuqorigi chegarasi esa 130 ga 85 gacha bu norma. Undan oshgani, ya'ni 140 ga 90 bu xavfli, ya'ni qon bosimi kasalligi hisoblanadi. Stress yurakka qanchalik ta'sir qiladi? Stress vaqtida buyrak usti bezidan adrenalin gormonlari ishlab chiqariladi va yurakni tez urishiga sabab bo'ladi. Uzoq vaqt davom etishi yurakni charchatishi, yurakda muammolar tug'dirishi mumkin. Yurak og'rig'i va gastrit og'rig'ini bir-biridan qanday farqlash mumkin? Yurak og'rig'i ko'pincha harakat vaqtida, jismoniy yuklama vaqtida belgi beradi. Gastrit esa kuchli och qolgan vaqtda yoki ovqatlanishga bog'liq holda og'riq beradi. Agar sizda ham yurak qon tomiri bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, albatta bularga javob beramiz.